qilib. Prosta ovozimni eshitgisi kelyaptimi? Ha. Yo'q, siz qanaqa rolga kirishib bironta multfilm aytib bering. Yo, multfilm emas, kinoda detskiy bo'lib beraman. Bo'pti, multfilmga o'zim Ha. sarflagan. Kinoni ham niholda ham aytib bering-da. Bo'pti, unda shoshmang. Ana, har orada bitta eshitasizlarmi? Ha, albatta. Do'stlar, efir tarqatib turinglar ungacha, pasaymasin. Efir tarqatib. Qarsa cholsin, zo'r bo'lsa, o'xshasa. Dedik, anaqa. Siz eshitgan mashhur ovozlardan boshlaymanmi? Davay, mayli, davay, Siz boshlang. ko'radigan kinolardan qarang. Davay. Film O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasida o'zbek tiliga o'girildi. Dublyajda artistlardan Oybarchin Bakirova, Sanjar Sa'dullayev, Hasanboy Komilov. Voy. Yomon, u. Ketdi, voy. Respekt. Liza, Mr. Johnson senga olib kelgan sovg'alarni ko'rmaysanmi? Menga uni sovg'asi kerak emas, menga dadam kerak. Lekin biz dadang bilan ajrashganmiz. Endi Mr. Johnsonga ko'nikishing kerak. Oysha, Mr. Johnson bilan yashashni xohlamayman. degan amerikanskiy kinolar bor. Voy. Hamma kulyapti. Voy. Do'stlar hayron qolyapti. Siz yoqqa shunaqa ovoz.